Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Xorazm viloyati Urganch tumaniga keldik. Bu yerda Chalish mahallasini 2 tabaqali temir eshigimizdan bir dona o'rnatib berdik. Eshiklarimizni ko'rishlaringizlar mumkin. Chiroyli bo'lib chiqdi, mustahkam bo'lib. Eshigimizni brukchilik listlardan qalinligi 6 sm bo'lib chiqdi. Eshigimizning qalinligini palatasini ko'rishlaringizlar mumkin. Bu qalinligi eshigimizning izolyatsiyasi ko'p bo'lishligi uchun, sifati yetang-burin yaxshi bo'lishligi uchun xizmat qiladi. Eshiklarimizni zamoqlari Frida firmani zamoqlaridan bo'ldi. Eng yaxshi kostyumli yaxshi zamoqlardan. Hurmatli kuzatuvchilar, eshikni kraskasiga keladigan bo'lsak, mokriy asfalt JK2 bo'ladi. Bunga 4 slivoy narsa sapilgan, Gravatex izidan gruntovka kraska sapiladi. 3-slivoyi, 4-slivoyi Naval firmani laklaridan bo'ladi. Eshigimizni kraskasini, kashtvasini o'zingizlar bir qator ko'rib baho berishlaringizlar mumkin. Nijvekalar ham neobishniy uslubda zamoqlari bilan pastsvet bo'lib chiqdi. Ayna listlari 2 kat bo'ldi. Aynalarni mas ravishda fordive qilib, ichkari tarafini oq qilib, steklo paket qilib berdik. Eshigimizning orqa taraflari alikafonlardan oq svetda, ichkari eshiklarini shu svetda buyurtadilar. Shuning uchun shu ham aslab ishlab berdik. Eshikning paroqlari shiviller bo'ladi. Profillari 8x4lik. Stenasi 2-3 ga chiqqan. Profillarni ham izolyatsiya etib, обязательный steklo qilib izolyatsiya etib berdik. Eshigimiz zakaznoy shumchali variantda ishlab berdik. Shumchalari 100% bor. Garantiyasini beramiz. Quloqlari pochnikli 3 dan qo'yildi. Rossiyskiy yaxshi quloqlardan. Eshik nasib aylanishini e'tibor bering. Hurmatli kuzatuvchilar, eshikning qalinligini ahamiyat beringlar. Alikafon bilan profilning orasida stik yo'q. Nijvekalarni bosib, chiroylatib klientimizning didini qarab ishlab berdik. Shunday sifatli qalin mustahkam eshiklar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa Rahmatjon temir eshiklarni nomerlarini qo'yamiz, murojaat etaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, eshigimizning egalarini ham hozir fikrlarini bilib olishlaringiz mumkin. Videoni ko'rib borasizlar. Aka, nechik eshiklarimiz yoqdimi? Sifati aytilgandimi? Yaxshi, hammachigina rahmat. Bizlaringiz dard ko'rmasin. Chiroyli chiqibdi. Aytilgan vaqtda keldimi eshigimiz? Tamam. Aytilgan vaqtda kelding? Tamam. Sifati yoqdi. Sifati yaxshi. Boshqalar ham tavsiya etasizmi? Siz rahmat. Hammaga tavsiya etaman. Hay, rahmat. Xudo xolasa murojaat etaverasizlar. Telefon raqamlarini qo'yamiz.